Boburboy keldimi? Nimaga kelibdi ekan? Menimcha shu ko'chali asfalt bo'lsa kerak-da, bir yangilik qiladi bu. Soati brilliantdanmi? Kim soatimni gapirdi? Uzr, men gapiraver. Ha, soatim brilliant. Mashinam BMW, telefonim 16. Rais bo'shatdami-ku? Kimni o'chirdi? O'chirt men edim, endi siz kirib chiqavering, zarur bo'lsa bir yangilik kutib qolamiz, ha? Ha, mahallam uchun juda ham katta yangiliklarim bor. Ko'ylagim Lion, Italiyadan olib keltirilgan. Hozir chiqaman. Amaki, o'chirtingiz ayollarga bersangiz bo'lardi-ku. Ha, bu Boburboy bu. Mahallaga nafi tegadi. Bu ayollarning erdan boshqa kimga foydasi bu? Keling boy aka. Rais buva. Shu kam ta'minlanganlar ro'yxatiga qo'shib qo'ya olmaysizmi, akajon? Uyalmaysizmi? Shuncha mashinangiz bor. Uyingiz bor. Ular birontasi meni nomimda emas. Men ataylab boshqalarning nomiga qilib qo'yganman. Men nima qilishim kerak? Shu kam ta'minlangan ro'yxatiga qo'shib qo'ysangiz, shu gaz sveti to'lashga sal ligota bo'lar ekan-ku. Ko'chada shuncha kam ta'minlangan oila turibdi. Ular o'lmaydi. Menga qilib beravering. Uyat. Keyin iloji bo'lsa, shu bitta subsidiya qilib bersangiz uy olmoqchi edim. Subsidiya uy yo'qlarga qilib beriladi. Ha, uy yo'qlar nima? Harakat qilsin, mehnat qilsin, intilsin, olsin-da, Mani xitoylik tadbirkorlar kelyapti-ku, sezoni keldi. Shularni kvartiraga qo'yib pul ishlatdim $500 Tavba qildim, tavba. Keyin rais buva, agar iloji bo'lsa, shu bola pulini ham to'g'rilab bersangiz, bolamga pul olmoqchi edim. Bo'ldi, o'tib tushdi bu. Nima, hamma bolasiga pul oladi, men ola olmaymanmi? Menga ham yozing. 500 ming xarchi BMW'chamga benzin solaman. Menga qarang, otingiz nima edi? Bobur Piradas. Rostdan ham shunaqa ekansiz, Harlab o'lma olga o'xshab, taroningdan tursin boy. Kim? Telefon gapiryapti-ku. Ha, gapiraman-da. Turmasa qasan, harunga budilikka qo'yasanmi odam jinni qilib? Nima tiqib qo'ygansan orqamga? Bu zaryadchik telefon jonim. Seni ham orqangga bitta narsa tiqib qo'ya, ertalabgacha uxla qanday bo'lar ekan? Bo'pti, xabar bo'lma, qurbaqachaga qo'yaman seni. Qurbaqachaga o'zing qurbaqachangni qo'y. Batarakani ishini bor-ya qurbaqachida. Mana nima orqamdagi? Nima tiqib qo'ygansan? Bu avtoritet telefon jonim. Qachon ishlatasan bu dollarni onasini hamsa? 1 yildan beri orqamda turib terlab ketdi. Mana nima rezinkasi? Pulni rezinkasi. Boshqa joyingga taqasan rezinkani, tushundingmi? Menga rezinka taqma, belim og'rib ketdi. Men sana ayangga aytaman. Nimani? Tualetda qanaqa videolar ko'ryapsan? Secret papkalarga nima videolar yashirgansan? Qizlarning nomerini nima deb saqlab qilgan? Hammasini aytaman ayangga. Kazol telefon ekansan-ku, ha? Kazolmanmi? Menga unaqa kazol telefon kerak emas. Men yangi telefon oldim, между прочим. Qara. Honor Tourist Lite degan telefon ko'ryapsanmi? Bu trendda yuribdi hozir. Nimasi trendda buni? Buni qara. AI kamerasi bor. Mana bu knopkachani bitta bosasan, kameraga avtomatik kirib ketadi. Mana kamerasini ko'ryapsanmi? Yaqinlashtirib, uzoqlashtirib oladi. Senda bormi shunaqasi? Senda yo'q. Ki buni protsessori ham tez. Senga o'xshab qotmaydi. Ha, biz ham yoshligimizda qotmasdik, любой narsani qilardik. Tur yo'q bu. Kazol. O'zimni aqlli telefon jonim. Xo'jayin, har doim xizmatingizga tayyorman. Ha, Onir, davring keldi. Seni ham orqangga ertalabgacha zaryadchik tiqib qo'ysin, o'shanda gaplashamiz. Biznikiga bir marta tiqsa 2-3 kunga yetadi, chunki batareyamiz baquvvat. Manikiga har xildan tiqardi-da, begonanikini ham tiqardi. Nimasini tiqardi? Zaryadchikini garang. Sal ko'nglim g'ashda. Sal qoldi mashina urib ketishiga dada. Sal ko'ziga qaramaysanmi bolam? Sekinroq gapir. Sen ham sal o'zingni bosib ol. Sal qolganda o'lib ketardim. Sal nafasingni siqil. Salga nerichit qilasiz sizami? Sal gapirib bo'lmay qopti o'zsanlarga. Sal pastroq gapiring, televizor eshitilmayapti. Ovozini sal ko'tar. Salgina sho'xrom bezor mandan. Sal yetishmaydi, qizim senga, ey. Sal tuzukroqga qo'y. O'lkamizda sal havo isib ketganligi sababli salqin ichimliklar ichishingizni so'raymiz. Sharmanda, sal uzunroq kiysa o'ladimi bu? Sal televideniya ham aynadimi deyman. Sal tomog'ini qo'llaylik, chanqab ketdi odam. Sal muzday. Salga hech narsa qilmas. Sal nordon ekan, lekin zo'r ekan. Ha, aytgancha, qizingizga sovchi kelyapti, sal uzoqroqdan. Shu limon dasturxonga qo'ysa sal obro'y bo'larmidi deyman. Sal kallayni ishlat. Qizingni uzatishga sal erta emasmi? Sal vaqt emasmi, dada? Alo? Assalomu alaykum. Bugun masa
massajga sal kechroq kela olasizmi? Sal odam ko'proq edi-da, xijolat bo'lyapman. Sal nariroq tur. Singlim, telefon gromkada edi, sal ovozingiz balandroq eshitilyapti-da. Voy, kechirasiz. Bitta raqamga sal adashib ketibman-da. Sal qo'lishga sal qo'l. Sal o'zingni bos. Sal menda ham dam olishga haqqim bormi? Sal o'zingni bos. Ishon menga sal. Salgina sho'xman bezormanda